Navruz bu nafaqat tabiat, balki qalblar ham uyg'onadigan kun. Bahorning ilk nafasi, quyoshning ilk nurlari, bizni oldinda kutayotgan yangi hayotning ilk qadamidir. Navruz yangilanish va bahor nafasi ufurgan qutlug' ayyom. Bu bayram butun Markaziy Osiyo xalqlari tomonidan azaldan katta shod-u xurramlik bilan kutib olinadi. Yurtimizda ham Navruz bayrami milliy qadriyatlarimiz timsoli sifatida keng nishonlanadi. Ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan raqslar, qalblarda yangrayotgan qo'shiqlar. Eshityapsizmi? Yer nafas olyapti. U qadimiy afsonalarni pichirlayapti. Abadiy hayot haqida, qaytib keladigan yaxshilik haqida va bugun dasturxonga sepilgan har bir urug' bilan o'sayotgan umid haqida. Bu kun har bir hovlida olov yonib, eski g'amlar kulga aylanadi va uning o'rnida yangi orzular paydo bo'ladi. Shirin, xo'randa, xuddi hayot singari sumalak qaynaydi. O'tgan kunlarni va kelajakni bir taomga jamlab. Yangi kun, yangi yil, yangi hayot. Navro'zingiz muborak bo'lsin.